Qirg'iziston yonilg'i bo'yicha O'zbekistondan yordam so'radi. Rossiya ichki bozorni ta'minlash uchun Euro 3 benziniga ruxsat berdi. Rossiya Ukraina shaharlariga yangi hujumlarni uyushtirdi. Rossiyada qonuniy ishlashni xohlaysizmi? Hujjatlar bilan ovora bo'lmang. Biz sizga barcha zarur hujjatlarni tez va qonuniy rasmiylashtirishda yordam beramiz. Registratsiya, mehnat shartnomasi, ya'ni trudovой договор, uydavleniya, Turkmaniston fuqarolari uchun 1 yillik ishchi viza, professional yuridik yordam, tezkor rasmiylashtirish, bepul maslahat. Hoziroq biz bilan bog'laning. Mutaxassislarimiz sizga mos yechimni tavsiya qiladi. Qonuniy ishlang, xotirjam daromad toping. Murojaat uchun ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'laning. Qirg'iziston yonilg'i bo'yicha O'zbekistondan yordam so'radi. Qirg'iziston jami 7 ta davlat, jumladan O'zbekistondan yonilg'ini barqaror yetkazib berishni so'radi. Bu haqda Qirg'iziston Energetika vazirligi xabar berdi. Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi va Energetika vazirligi qo'shni Qozog'iston, O'zbekistondan tashqari Rossiya, Turkmaniston, Belarus va Ozarbayjonning vakolatli organlariga rasmiy murojaat yuborgan. Rasmiylar yonilg'i yetkazib berishni diversifikatsiya qilish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Qirg'iziston yonilg'i moylash materiallarining asosiy qismini import qiladi. Shu munosabat bilan jahon energetika bozoridagi o'zgarishlar, jumladan Yaqin Sharqdagi geosiyosiy keskinlik, xalqaro logistikadagi risklar va jahon neft narxlarining oshishi ko'plab boshqa davlatlar bozorlari kabi mamlakat ichki bozorga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda, deyiladi xabarda. Hozirda Qirg'izistonda yonilg'i moylash materiallarining yetarli zaxiralari shakllantirilgan va ilgari tuzilgan shartnomalarga muvofiq yetkazib berish davom etmoqda. Mamlakat ichki ishlab chiqarishni ham oshirish niyatida, xususan Qirg'iz neft-gaz kompaniyasi va Junda neftni qayta ishlash zavodi rahbariyatiga ichki bozorni ta'minlash uchun benzin va boshqa neft mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirish topshirilgan. Bundan tashqari rasmiylar narxlarni kuzatishni davom ettirmoqda va neft savdolari bilan uchrashuvlar o'tkazmoqda. Ular bilan logistika, yetkazib berish, narx belgilash va yonilg'i zaxiralarini shakllantirish bo'yicha muhokama olib borilmoqda. Rossiya ichki bozorni ta'minlash uchun Euro 3 benziniga ruxsat berdi. Euro 3 standarti zamonaviy Euro 5 ga nisbatan ancha eski hisoblanadi. Unga muvofiq benzin tarkibida 1 kilogrammgacha 150 milligram, dizel yonilg'isida esa 350 milligramgacha oltin gugurt bo'lishi mumkin. Taqqoslash uchun hozirgi Euro 5 standartida bu ko'rsatkich har ikki turdagi yonilg'i uchun atigi 10 milligramni tashkil etadi. Shu bois Euro 3 ekologik jihatdan kamroq xavfsiz standart sifatida baholanadi. Rossiya Energetika vazirligi ma'lum qilishicha, mazkur qaror ayrim neftni qayta ishlash zavodlariga ushbu standart bo'yicha yonilg'i ishlab chiqarish imkonini beradi. Hukumat bu chorani ichki bozorda yonilg'i ta'minoti izdan chiqishining oldini olish va bozor barqarorligini saqlab qolishga qaratilgan preventiv tadbir sifatida izohlagan. Shu bilan birga Euro 3 standartidagi benzin va dizel Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining yagona muvofiqlik belgisi bilan markirovka qilinmaydi hamda tashkilotga a'zo boshqa davlatlar hududiga yetkazib berilmaydi. Demak, bunda yonilg'i faqat Rossiya ichki bozorlari uchun mo'ljallangan. Iyun oyi oxirida Rossiyaning Kommersant nashri hukumat yanada eski Euro 2, Euro 3 va Euro 4 standartlaridagi yonilg'ini ham 2027-yil o'rtalarigacha ishlab chiqarish va sotishga ruxsat berish imkoniyatini ko'rib chiqayotganini xabar qilgan edi. Shuningdek, bunda yonilg'i import qilishga oid cheklovlarni bekor qilish ham muhokama qilingan. Euro 2 standartidagi benzin savdosi Rossiyada 2013-yildan buyon taqiqlangan. Neft Research Consulting kompaniyasining kommunikatsiyalar bo'yicha direktori Dmitriy Prokofievning ta'kidlashicha, past ekologik standartlarga qaytish neft mahsulotlarini chuqur qayta ishlashga ehtiyojni kamaytiradi. Eski quvvatlarni ham ishga solish imkonini beradi va ishlab chiqarish jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi. Biroq u zamonaviy avtomobillarning katta qismi uchun Euro 2 kabi past sifatli yonilg'idan foydalanish xavfli bo'lishi mumkinligini ham qayd etgan. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada yuzaga kelgan yonilg'i taqchilligiga asosiy sabablardan biri neftni qayta ishlash zavodlari va yonilg'i energetik infratuzilmasiga urush davomida amalga oshirilgan hujumlardir. Ayniqsa may oyi oxirida Moskvaning yonilg'i ta'minotining qariyb 40% ta'minlab kelgan Kapotniya neftni qayta ishlash zavodi bir hafta ichida 2 marta zarbaga uchrab, 2026-yil oxiri va 2027-yilning boshigacha ishdan chiqqan.
Reuters agentligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyada benzin ishlab chiqarish hajmi o'tgan yilning iyun oyiga nisbatan 25% ga kamayib, sutkasiga 85 ming tonnagacha tushgan. Shu bilan birga yozgi mavsumda ichki talab kuniga taxminan 110 ming tonnani tashkil etmoqda. RBK hisob-kitoblarga ko'ra, Rossiyaning 40 dan ortiq hududida yonilg'i savdosiga rasman cheklovlar joriy etilgan. Mamlakatning jami 85 subyektidan benzin ta'minotida uzilishlar haqida shikoyatlar kelib tushgan. Kepler tahlil agentligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 3 oy davomida benzin zaxiralari bir necha 100 ming tonnaga qisqargan. Yonilg'i tanqisligi mavjudligini Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham tan olgan. Rossiya Ukraina shaharlariga yangi hujumlarni uyushtirdi. Ukraina mahalliy hokimiyatlari ma'lumotlariga ko'ra, zarbalar Xerson, Zaporojye, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy, Kharkiv va Donetsk viloyatlarining ayrim hududlarini qamrab olgan. Xerson shahri markazida fuqarolik avtomobiliga berilgan zarba natijasida 41 yoshli erkak halok bo'ldi. Yana bir hujum vaqtida tibbiy muassasa nishonga olinib, 63 yoshli shifokor vafot etdi, hamshira esa jarohat oldi. Kechqurun esa mahalliy aholi vakili o't o'chirish vaqtida portlovchi jismga duch kelib halok bo'lgani xabar qilindi. Viloyat rahbarining ma'lum qilishicha, kun davomida Xersonga dronlar hujumi bir necha bor takrorlangan. Zaporijyada zarbalar turar joy binosi, omborxona, pochta saralash markazi va sport majmuasiga to'g'ri keldi. Hujumlar oqibatida 7 kishi jarohat oldi. Ular orasida 6, 7 va 12-16 yoshli bolalar ham bor. Dnipropetrovsk viloyatida 2 kishi, jumladan 7 yoshli qizaloq halok bo'ldi. Yana 9 kishi, ular orasida 11 yoshli qiz va 14 yoshli o'smir ham jarohatlangan. Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra, viloyatga dronlar, artilleriya, aviabombalar va raketa orqali qariyb 40 ta zarba berilgan. Natijada ko'p qavatli va xususiy uylar, gimnaziya hamda avtomobillarga zarar yetgan. Mykolaiv viloyatida dron hujumi oqibatida yonilg'i quyish shoxobchasi yaqinida bir kishi halok bo'ldi. Yana 7 kishi jarohatlandi. Hujum tufayli yonilg'i quyish shoxobchasi binosi vayron bo'lgan. Xususan, uylar va transport vositalariga ham shikast yetgan. Kharkiv shahridagi hujumlardan biri ko'p qavatli turar joy binosiga to'g'ri keldi. Shaharda 3 kishi jarohat olgan. Yonilg'i quyish shoxobchasi va bir nechta avtomobillarga zarar yetgan. Sumy shahriga 3 ta boshqariladigan aviatsiya bombasi tashlanganini ma'lum qilindi. Hodisa oqibatida 11 kishi, jumladan 3 nafar bola tibbiy yordamga murojaat qilgan. Maktab binosiga katta zarar yetgan, ammo hujum vaqtida o'quvchilar binoda bo'lmagan. Shuningdek, dron pochta avtomobiliga zarba berish natijasida haydovchi va pochta xodimi jarohatlangan. Kramatorsk shahrida esa dronning yengil avtomobilga zarba berishi oqibatida bir kishi jarohat olgan. Ukraina rasmiylari mazkur hujumlarni 2-iyulga o'tar kechasi Kiyevga amalga oshirilgan ommaviy zarbaning davomi sifatida baholamoqda. Ularga ko'ra, poytaxtga qilingan tungi hujumlar qurbonlar soni jihatidan urush boshlangandan buyon eng og'irlardan biri bo'lgan.